Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bu dunyodagi tinchlik elchisini bilamsizlar. Nuh alayhissalom kemisini yasagan chaqda kemiga o'ziga iymon etgan mu'minlar bilan birga barliq hayvonlar va uchar qushlardan bir juftini elib olgan. Ondan keyin to'pon balasi yuz berib, butun kofirlarni g'arq qilib o'tgan. To'pon to'xtab, hamma Allohning kalimasiga bo'ysungan chaqda bir kaptar yaqin atrofda quruqlik borligini uqtirish uchun quruqlikdan bir tal zaytun shexini Nuh alayhissalomning kemasiga olib kelgan. Kaptar shundan e'tiboran tinchlik elchisiga aylangan. Uningdan boshqa payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhissalomning davrida yashagan yana bir kaptarning hikoyasi bor. Ayni chaqda Ibrohim alayhissalomning uyiga yaqin atrofda xilma-xil qushlar inoq yashaydi ekan. Chunki ular o joyda xotirjamlikka, donga va asrashga erisha oladi ekan. Hamda payg'ambarlarning otasi yolg'iz o'ltirib, Rabbi bilan sirdishayotgan vaqtdagi tasbih ovozi ularning quloqlariga anglanib turadi ekan. Başımız demişki astıra kuşmaydıgandı. Egezem uzun uçuvergenlikten kanatlarımız telip getdi. Men onundan bizden acizliğimizni nazarda tutup tutuşunu talep kılıman. Herkes bunda kılma. Yolbaşçımız Cenah nait keskin. O yolbaşlavatqanda köpçilikning gap qilishiga yo'l qo'ymaydi. Sapning oxirida bir ovoz anglayapman go. Kim gap qilmoqchi bo'lsa, sapdan ayrilib qolsin. O nimanda yo'g'onchilik qiladi? Ig'zingni yum. O'stan bo'yida ozroq dam olamiz. Shu yerga borganda suv ichib dalib olsanglar bo'ladi. Lekin hozir tezroq uchinglar. Qandaqroq. Nima? Men yaxshi yo'lboshchi janoblari. Ko'zingizda bir tal qum bor ekan. Endi ko'zingizni iching. Bu ish xatarlikmi? Shundoq. Yo'q demoqchi edim. O'zliksiz uchaylik. Uçup ketib etib, sizdan bu yerda to'xtab qolganingizni ko'rdim. Shunga sizni xotirjam qilishim kerak deb o'yladim. Bu sizning iltifotingiz yo'lboshchimiz. Ko'zingiz qandaqroq? Bilmayman. Siz qandaqroq turdi? Qarab boqay, ha? Ikkilisi. Voy xudoyim. Nima? Qonning izimi yo'q, saqayib ketibdi. Allohga shukr. Men uchishim kerak. Nimishqa? Demakchimanki, men sizning uchish mahoratingizni o'rganib olsam bo'lamdi. Albatta. Qani so'rang. Men javob beray. Men qanday qilsam sizga o'xshash ham yaxshi, ham tez ucha olayman. Yaxshi ko'rish bilan. Yaxshi ko'rish bilan? Shundoq. Men uchishni yaxshi ko'raman. Shunga uchishni mashq qilishni o'ylamayman. Men ko'kni va meni ko'tarib turayotgan havoni yaxshi ko'raman. Men qanot qoqqan chig'imda o'zimni sharafli his qilaman. Allohning meni uchalaydigan qilib yaratganligiga shukr etish uchun o'zimni ust tarafga otaman. Men zaminda o'milayotgan jonliqlarning o'zlarining shu turmushiga qanday bardosh bera oladiganligini bilmayman. Ko'kda parvoz qilishda faqat uchib boqqanlarla bayqay oladigan huzur bor. Shundoq. Men amaliy saboq olsam ekan deyman. Kayningizdan agishib tursam bo'lamdi? Yenimda uchim. Qiynamsa. Siz osmon va havodan boshqa yana nimalarni yaxshi ko'rasiz? Bizni yo'qdan bor qilgan yaratquchimizni va suyimli payg'ambar Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'raman. Oldimda Ibrohim alayhissalomning ismi tilga ilinsa hayajonlanaman. Qanot qaqishim ostilab qoladi. U Allohning do'sti. Men uni to'limi yaxshi ko'raman. Uni dushmanlari o'tga tashildi. Ammo uning qalbida yonayotgan osmonning o'ti oldida zaminning o'ti o'chib qoldi. Chunki o't degan o'zidan cho'ng o'tni ko'ydiramaydi. Dunyoda muhabbat o'tidanmi cho'ng o't yo'q. Gapingizni tushunolmayapman. Shundoqdimi yana anglag'im bor. Ismingiz nima? Ismim Noshka. Siz bu ismni o'zgartirib etishingiz kerak. Ismimni o'zgartammi? Men sizni Nosha deb atab qo'yay.
Naşa, Biz yenidən tug'ilishni orzu qilib, amaliyotda hozir yenidən tug'ilganmiz. Yangi ismlarga muhtoj bo'lamiz. shamol ovozingizni yiroq uchirib ketyapti. Shuni anglay olmayapman. Qaytsak bo'lg'idek. Bu daqiq. Bizni bek beyaram qilding xo'ras. Bu yerda ozroqmi orom ololmaymizmi? Gap qila. Eg'zon o'rin do'st, eg'zon Men majburiyatimni ado qilib, Allohning do'sti, mush zamonning xo'jisiga yangi bir kunning boshlanganligini eskartibyapman. Kim sana uni uxlab qoldi deydi. U davomli tasbih etib, namoz o'qiyotdi. Bu mening o'z majburiyatimni ado qilishimga to'sqinlik bo'lmaydi. Chunki men har kuni tongda chillab, azon etish uchun yeb ichiman emasmi? Sen o'zingga seni hech kim taklif qilmagan vazifa izlayapsan? Undaqda sening vazifang nima, do'st? Ha? Kishilarning mening go'zalligimni, to'y marosimlarida mening rangdor paylarimni va o'zgucha usul o'ynashlarimni orzu qilishi menga kifoya. Ha, undaq deyishdan xijil bo'lsang bo'lmanda. Allah rahmat qilsin sizlarga. Men har kuni mushundaq ta'talash, mushundaq gapning ustiga o'yg'inamdim. Uningga Allohning payg'ambariga qaysimizning foydasi ko'p ekanligini deb bergan. Hech qaysilarning foydasi yo'q. Men sizlarga İbrahim alayhissalom bizga na tongda chillab berish uchun, na o'zgacha usul o'ynab berish uchun emas, faqat Allohga yiqilish uchun yemak berib, bizni asrab kelyapti deb men qitim deb bo'lgandaman. qani danga jana. Mening qandoq bo'lishimni xohlaysiz? Men sizdan boshqa biri emas. Faqat o'zingiz bo'lishini xohlayman. Biroq men ancha chiroyli emas. Siz mendan ko'p chiroyli. Bu tabiiy bir ish. Kaptarlarning erkaklarining qiyofati tishlarininkidan chiroyli bo'ladi. Lekin qiyofati go'zal bo'lishining sevgi bilan aloqasi yo'q. Meni hamma kaptar yaxshi ko'rmaydi. Ular menga yemeklikmi bermaydi. Men sizga qalbimning yerimini yemaklik qilib beray. Qolgan yerim-chi? Balkim yana ichib qilishingiz mumkin. Qanamsa darsimizni boshlaylik. Mening uchqum kelyapti. Ne bo'ldi? Sovuq narsalarni siqyapti. Bizning muhabbatimiz bizga ma'lum alamlarni olib keladi. Birimiz yana birimizdan burun o'lib ketamizmi? Men o'lgan chog'imda sizning yonimda bo'lishingizni umid qilaman. Texi hayot boshlanmadi. Men sizni tanishdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam, o'lim qayg'uli bo'lmagan bo'ladi. Mening endi uzun yashog'im bor. Bu qaltis uzun sayohat bo'ldi, ha? Vatanga qaytish nima degan go'zal? Men o'zim tug'ilgan yoki uchib yuradigan joyni vatan deb qaramayman. Undaqda sizning vataningiz qayer? Mening vatanimning yerimi qalbimda, qolgan yerimi men yaxshi ko'rgan kishining qalbida. Gapimni anglayapsizmi, Nasha? Bechora uxlab qoldi. Uningga bu safar haqiqatan uzun bo'lib ketdi. U atgandan beri hech narsa yemagan to'g'ri. Nemishqa uningga yemaklik berishni unutgandim. Quyosh nurida parqirab turadigan bog'day boshiqlarini ketgan. Yana azar ko'tarilib, yo'nalishda farq qilyapti. Ko'zim meni oldi bitibdi. Qanotlarimni tilib ketdi. Yo'limni chechilab. Men nerede? Oh, Tanrım. Bir kitle makanaga kelib qoptiman.
Nima degan qo'rqinchli. Allohga shukr. Alhamdulillah. Qadrligim. Men nada? Allohga shukr. Siz o'z vataningizda qadrligim. Yaxshi ko'rgan kishingizning qalbida. Usulning foydalarini ko'rdingmi qilaymi qancha? O usul o'ynayotidi. O'limga loyiq o. Bu degan xo'shallik kun. Sening nervang joyida emaskan. Biz to'y o'ynayapmiz, kalla. Mening bugun xo'shalligimni tasvirlab o'g'li bo'lmaydi. Men Ibrohim alayhissalomning oldiga vakil bo'lib berish sharifiga noil bo'ldim. Do'stim bugun tongda odati bo'yicha azon etmadi-ku. Balkim shamolda kuchuk bo'lg'achqa ovozini ololmay qolgandimiz. Nim bo'ldi xo'ras? Gap qilmaysan-ku. Desam ishonmaysizlar. Ishimiz nima ish bo'ldi? Ayta. Men tongdan burun uyg'ongan edim. İbrahim alayhissalomning Rabbi bilan sirtishayotganligini anglab qoldim. O Rabbidan o'liklarning qanday tirildirganligini so'rayotgan ekan. Men yana 4 qushning bo'g'izlanganligi to'g'risida bir gap anglab qoldim. Xayrlik atigan qadrligim. Qani kel. Men bilan billa sap havodan huzurni. Bizni to'y qilg'ili bir qancha oy bo'ldi desa kimning ishini? Biz xuddi tunogin to'y qilgandaklar. Naqsha, endi xo'rlik qilaman. Bo'lmasa men sizga qattiq tuzum qo'llanaman. To'xtab turing. Xo'shalligimizni barbod qilasiz. Qarang. Nima? Ishongim kelmayotdi. Men ikki gaplarga dada bo'ldigan bo'ldim. Ey Alloh, o ikkisi orqali bizga barkat bergin. O'zingizni charchitib qo'ymang. Men berib iftorlik olib kelay. Meni bu yo'lga olib kelgan narsa zodi nima? Bu taraflarda bug'doy etizlarimi ko'rinmaydi. Nemish bo'lganda? Men go'yoki zo'r bir kuchning mening irodamni harakatlantirib, meni mushu tarafga uchishga undayotganda his qilyapman. Go'yoki menga noyati maxfiy bir harbiy vazifa topshirilgandek. Siz nima deganda alaylik qadrlik erim. Yaqinda Ibrohim alayhissalomning qishig'i berib, u nafaslanayotgan sapovodin huzurlansiz. İbrahim alayhissalom muborak qo'llari bilan dadingizni ko'tarib, yana bir qo'lida parqirab turgan bir narsani ko'tarib kelyotdi. Yo'q. Bu qandaqmi aqlga uyg'un bo'lsin? O sizga yaxshilik qilgan turibmi? Yana sizni bo'g'izlamdikan? Yo'q. Uni hazratlari o'tinib qolay. Uning o'rniga meni bo'g'izlasizlar. Yo'q. Ilm va iymon ato qilingan kishilar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha qiyomat kunigacha turdinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. İbrahim alayhissalom Rabbining farmoni bo'yicha qushlarni bo'g'izlabdi. Bo'g'izlash u qushlar qilingan rahimsizlik bo'lmasdan, balki u ularga va Ibrohim alayhissalomning qalbiga shafqat qilish edi. Alloh uning yaratish mo'jizasini ko'rsatib qo'ymoqchi va uni bu koinotdagi sirlarning biridan xabardor qilmoqchi bo'ldi. U sir bo'lsa, o'lgandan keyingi sirdir. Ko'plagan kishilar o'lim demak, yo'qolish va hamma ishning tugishi demakdir deb qaraydi.
Amaliyatda o'lim har qanday jonliqning beshiga bir qitim keladigan mavjud bo'lish bosqichlarining biridir. O'limdan keyin butkul jonliqlar qayta tirilgizib, hayotlikka qaytadi. Ha, bo'ldi. Canavarlarım, İbrahim aleyhisselamның quşunun qıssının davamını ati etib beray. Bo'ldi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها